siz farzandlaringizni sovuqda qor o'ynashga olib chiqmayotgan bo'lsangiz, men sizga hozir uy sharoitida oppoqqina qor yasashni o'rgataman. Farzandlarimiz bilan maza qilib o'ynaymiz. Qani ketdik. Buning uchun bizga kerak bo'ladi soqol olish uchun mo'ljallangan pena va iste'mol sodasi. O'zimizga qulay bo'lgan idishga penani sovolamiz. Ustidan iste'mol sodasini solib, qumoq-qumoq hosil bo'lguncha yaxshilab aralashtiramiz. Mana qarab turibsizki, farzandlarimiz sovuqda qor-bo'ron o'yna olmasa-da, issiqqina uyimizda oz bo'lsa-da qorni hissiyotini his qiladi. Bu o'yin orqali farzandlarimizning gapirishiga, qo'l motorikasi rivojlanishiga kattagina yordam beradi. Mana farzandim mazza qilib o'ynayapti. Men buni tayyorlanishini bir rus blogerni bloglarida ko'rdim va albatta farzandim uchun sinab ko'rdim. Siz ham sinab ko'ring. Ha aytgancha bizga obuna bo'lishni unutmang. Yangi yilgacha 10 ta bo'lishimiz kerak. Hammaga rahmat.